362-bob. Sehr og'ir haromlardan ekani haqida. Alloh taolo dedi: Sulaymon kofir emas edi, balki odamlarga sehr o'rgatadigan shaytonlar kofir edilar. Baqara surasi 102-oyat. 1793-hadis. Abu Hurayra radhiyallohu anhudan rivoyat qilinadi. Nabiy sollallohu alayhi va sallam: halok qiluvchi 7 narsadan saqlaninglar dedilar. Ey Allohning rasuli, ular nima deyishdi? Allohga shirk keltirish, sehr, Alloh o'ldirishni harom qilgan jonni nohaq o'ldirish, ribo yeyish, yetimning molini yeyish, jang kuni ortga qochish, afifa, mo'mina, g'ofilalarni zinoda ayblash dedilar. Muttafaqun alayh. Iymonli, iffatli ayollarning fahshga qo'l urish u yoqda tursin, bunday narsalardan hatto xabari ham bo'lmagani, bu kabi razolatlarni xayoliga ham keltirmagani tufayli Qur'oni Karim va hadis shariflarda ular mubolag'a bilan g'ofila deb atalgan.